Assalomu alaykum. Lobar faqat ishlaylar. Qaysi biridan bunda? Assalomu alaykum. Ustoz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Sirazni taqib oling. Assalomu alaykum. Sirazni qo'yamiz, birinchi qahramonlarimizdansiz. Hech qanaqa bitta nima deydi? Montaj bo'lmaydi. O'shaning uchun sirazni mikrofonni berdim. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Yaxshi bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Shahrimizga xush kelibsiz. Rahmat. Sizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Men ham xursandman. Birinchi qahramonimiz sizsiz. Borish, ko'rishish nima orzuyim edi. O'zim keldim. Xudoga shukr, haz qizlarga aytib o'tirgan edim. Bora olmadik deb bitirib O'zim keldim mana. Xudo xolisa keyingisida borasiz. Nasib, Xudo xohlasa. Qanaqa bo'lyapti ishlar? Zo'r bo'lyapti. Mana shu ishxonadagi muammolarni, nimalar bo'lyapti, nimalar qo'yyapti, qanaqa o'zgarishlar bor, kursdan keyingi holatlar. Kursdan keyin O'shalarni bilay deb keldim. biz primerka tikyapmiz, qolipday tushyapti hammasi. Nimaga Instagramlarni rivojlantiryapsizmi, qo'yyapsizmi, rivojlantiryapmiz. Bormi Instagram Instagram kuzatuvchilarimiz Xudo xolisa bundan buyog'iga biz endi viloyatlarda yurib, mana shunaqa o'quvchilarimizni aynan ish joylarida, agar ish joylari bo'lmasa, xonadonlariga borib, ular bilan suhbat o'tkazib, o'sha tikuvchilik va dizaynerlik sohasidagi o'sha muammolarni o'rganib, bir yechim topish maqsadida va xalqimizga o'sha yangi kontentlarni taqdim qilish maqsadida va bular bilan yana ham yaqinroq bo'lib o'quvchilarimiz bilan aloqalarni mustahkamlash uchun yo'lga chiqdik va birinchi qahramonimiz Lobar. Familiyangiz esimda qolmaganda o'quvchilar, endi ko'psizlar-ku, Kubayeva Lobar. Bu joyda nima arendaga olasizmi yoki bo'lmasam bir o'zingizmisiz, yordamchilar bormi, siz mastermisiz? Yo'q. Shu haqida ozgina gapiring. O'zimizga nima ishlaymiz? Hamma onlayn. Ikkovimiz o'qiganmiz sizda. Siz nima uchun turibsiz siz? Bering mikrofonni. Qanaqa bo'ldi? Siz qaysi patokda o'qidingiz? 9-patokda o'qiganman. 9da o'qidingiz. O'zgarishlar qanaqa? O'zgarishlar juda zo'r. Men sizga primoy efirlar qilganingizni ham yozaman. Rahmat. To'g'risi, tikuvchilik haqidagi tushunchalarimni o'zgartirib yubordingiz. O'zgardimi? Ancha-muncha o'zgardi. Rahmat. O'zim dadam to'lab bergandi kursni. Qanday bo'ldi qizim deb so'radi. Aytdim, dada dedim, shu paytgacha tikuvchilikni bilaman deb yurgan ekanman dedim. 0% bilaman ekan. Menimcha dedim 50% o'rgandim degandim. Yana shunaqa kurslar bo'lsa, yana o'qigin. 50 emas, balki undan ham ko'prog'iga chiqasan deb dadam ham xursand bo'lib qoldi. Rahmat sizga. Xudo xolasa, eng zo'ri bo'lgan deydi yoki bo'lmagan deydi. O'shaning uchun biz harakat qilamiz. O'zgarish bor. Eng zo'ri bo'lishinglarni. Masalan, Bulung'urdamiz hozir, aytgancha aytmoqmiz ham. O'zim ham hayajondaman, chunki hali birinchi loyiha-yu. Bulung'ur tumanida, Bulung'ur shahari bu. Shahari. Lobar tikuvchilar. Ikkovimiz ham Lobarmiz. Mashallah. Familiya nima? Rasulova Kubayeva. Mana sertifikatim chiqarib tayyor qilib qo'yganman. Osib qo'yish kerak uni. Ha, osishga sal hali vaqt bo'lmadi. Hozir sezon. Hozir tinmasdan ishlab olsalar, tinmasdan chiqib nasib o'zimizning atelyerimizni ochib, yana ham yuksalsak, o'sha joyga ilish niyatimiz bor sertifikatlarni Xudo xohlasa. Ochasiz, Allohga oson. O'tgan yili ishga chiqqanmiz, hali endi yosh tikuvchilardamiz, lekin o'rganganimizdan keyin zo'r natija bo'lyapti, yomon emas, chatki bo'lyapti. Bizlar 35 yil tikuvchimiz. Rahmat. Bu kishilarga ham tavsiya qilyapmiz, o'rganingizlar. Rahmat. Haqiqatan ham yaxshi. O'rgangan, o'qigan yaxshi ekan. Ko'pchilik aytadi-da, onlayndan. Hozir ham telefonlarda gaplashamiz-ku, onlayndan qo'rqishadi. Shaxsan o'zim ham bir ikkita kurs sotib olganman. Endi bu kurs emas, boshqa narsalarni o'rganaman. Onlayn o'rgansa bo'ladi degan narsani baribir hamma viloyatda, hamma sharoit har xil. Masalan, hozir offlaynga borib bularni o'qish imkoniyati masalan moddiy jihatdan bo'lgani bilan oilaviy jihatdan to'g'ri kelmasligi mumkin. Men adashmasam turmush qurgansiz. Farzandlarimiz. Endi offlayn yo'q bizda, demoqchi bo'lganim. Faqat onlayn. Offlaynda endi baribir chegaralangan bo'ladi. Hozir o'quvchilarimiz soni juda ham ko'p. Endi offlaynda menimcha unaqa ko'p o'quvchilarga bilim bera olmaymiz. O'zimda qarz ikki qo'ldan chiqadi-yu, baribir o'quvchini o'zida ham-da, tirishqoq bo'lib, Samarqand Urgutdanman. Maftuna degan ustozim bor-da. O'sha ikkovimiz birgalikda birinchi olgan nimamiz shu edi-da. Oldin bu xonada ishlardik-da. Tavakkal qilib oldik ikkilanib, lekin hech afsuslanganimiz yo'q. Yana ham bo'lsa, kurslaringizni nima qilasiz-ku? O'shanda ham o'qish niyatimiz bor yana. Xudo xolisa, Xudo xolisa. Yangicha arendalarni qoplab olsiz, daromadingiz oshgan, narxlarni oshirdingizmi? Ha, yaxshi. O'zi eng muhimi o'zingizga bo'lgan ishonchingiz oshadi ekan. Sodda va oson tushuntirilganda, sog' bo'ling. Bittada chiqadi hammasi. Unda anodek 18 ta formula yodla, u bu degan narsa yo'q-da.
keling mana bunaqa qilamiz-da, hozir qaysidir metodikani nomi bilan aytmaymiz, chunki baribir kuzatuvchilarimiz bor, u metodikadan foydalanib kelyapti. Butun dunyo foydalanadi, deyarli. Hozir yomonlab qo'ygan bo'lmaylik. Hammani o'ziga yarasha yo'nalishi bor va bizning yo'nalishimiz osonroq. Kim boshqalarga nisbatan o'shani aytmoqchi edilar.